Birlashgan Millatlar Tashkiloti bergan statistikaga ko'ra, tug'ilgan 1000 ta chaqaloqning bittasi Down sindromi bilan tug'ilar ekan. Down sindromi xromosomal kasallik bo'lib, 21-juft xromosomaning trisomiyasi hisoblanadi. Va afsuski bunday bemorlar jamiyatimizda yo'q emas, ularni osongina ko'rib ajratib olishimiz mumkin bo'ladi. Bunday kasallik bilan chalingan odamlar aqliy rivojlanishdan biroz ortda qolgan bo'ladi. Tashqi ko'rinishdan ajratib olishimiz mumkin. Bunday bemorlarning yuzi yassi bo'ladi. Hamda ko'ziga qaraydigan bo'lsak, nuqtalarni, ya'ni ko'zning iris qismida oqish dog'larni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va kaftini ko'radigan bo'lsak, bizda normal kaftimiz quyidagicha ko'rinishga ega bo'lsa, ularning kafti bir tekis joylashgan bo'ladi, bitta chizig'i bo'ladi. Hamda 5-barmog'i ichkariga qaragan bo'ladi. Oyoq barmog'ida esa 1 va 2 barmoqlarning orasi keng bo'ladi. Endi hazm tizimi bilan bog'liq bir qancha kasalliklar vujudga keladi. Misol uchun 12 barmoqli ichakning atreziyasi hisoblanadi. Ya'ni ovqat o'tmay qoladi atreziya bo'lish hisobiga. Bo'lishi mumkin, keyinchalik girish burun kasalligi bo'lishi mumkin. Biz buni embriologiyada gaplashgan edik. Ya'ni bunda ganglionlarning rivojlanmay qolishi hisobiga yo'l yopilib qoladi yog'on ichakda va undan yuqori qismi kengayib ketadi. 3-holat esa bu kindik churralari. Va Down sindromiga uchragan kasalliklar kindik churralari uchrash ehtimoli ancha yuqori bo'ladi. Endi boshqa belgilarni ko'ramiz. Yurakda ham bir qancha nuqsonlar bo'ladi. Misol uchun bo'lmacha va qorinchalar orasidagi to'siqlardagi defekt, atrioventrikulyar septalniy defekt rivojlanishi mumkin bo'ladi. Hamda bunday bemorlarda Alsgeymer kasalligi ertaroq rivojlanadi, chunki 21-xromosomada amiloid prekursor oqsilni kodlaydigan gen joylashgan va bu Alsgeymer xavfini oshiradi. Va bunday bemorlar o'tkir mieloid leykoz hamda o'tkir limfoblastniy leykoz uchrash ehtimoli yuqori bo'ladi. Bularni bir-biridan farqlash uchun o'tkir mieloid leykoz 5 yoshdan kichiklarda bo'ladi. O'tkir limfoblast leykoz esa 5 yoshdan kattalarda uchraydi. Yosh ham muhim ahamiyatga ega. Endi genetik sabablarga keladigan bo'lsak, 95% holatda meyoz 1da non-disjunction hisobiga bo'ladi. Ya'ni o'zi gomoloid xromosomalar ikki tomonga tarqalish kerak normada, bunda esa tarqalmay qolish hisobiga sodir bo'ladi. Va eng katta risk faktorlardan biri bu onaning yoshi hisoblanadi. Statistikaga ko'ra 20 yoshdan kichik ayollar homiladorlik bo'lsa, 1 ga 1,5 ming to'g'ri kelsa, 45 yoshdan keyin homiladorlik bo'lsa, 1 ga 25 nisbatga to'g'ri kelyapti. Bu juda ham katta nisbat degani. 4% holatda balanslashmagan Robertson translokatsiyasi, ya'ni bu kasallik xromosomalarning bir-biriga qo'shilib qolishi, odatda Down bilan birga kelishi 14 bilan 21-xromosoma qo'shilib qolishi mumkin bo'ladi. Hamda 1% holatda mitotik xatoliklar natijasida kelib chiqishi mumkin bo'ladi urug'langandan so'ng. Endi bizda eng muhim ahamiyatga ega bo'lgan homiladorlarda buni erta aniqlash hisoblanadi. Buni 1-trimestrda ultratovush tekshiruvida aniqlashimiz mumkin. O'zi normal skriningda bu narsa tekshiriladi. Ingliz tilida nohal translucency, ya'ni ensa sohasidagi suyuqlik tekshiriladi. O'zi 2,5-3 gacha bo'ladi. 3 dan baland bo'ladigan bo'lsa, boshni orqasidagi suyuqlik, biz Down sindromiga shubha qilamiz. Bundan tashqari 1-trimestrda burun suyagi ham yaqqol ko'ringanligi uchun biz gipoplaziyani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Laborator tekshiruvlarda esa bu HGJ deb ataydi ko'proq, ya'ni Human Chorion Gonadotropin gormoni. Bu homiladorlik bo'lganda 2-haftasida sidik orqali chiqib boshlaydi. Shuning uchun homilador bo'lgandan keyin 2 haftadan keyin aniqlash mumkin maxsus testlar orqali. Aynan shu gormonni tekshiradi. Keyingisi esa inhibin oshadi. Inhibinda asosiy vazifasi folikular stimullovchi gormonlarni ingibitsiya qilish, ya'ni funksiyasini pasaytirish hisoblanar edi.